kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bog' yegan bo'lsa yegan, natijada dori mana. Endi u chetdan sotib olavergan bilan shuncha aholi, eng ko'p aholi Farg'ona viloyatida bo'lsa, bugun Farg'ona viloyatida har bitta shahar tumanda eng kamida 15 ta 20 ta dori-darmon ishlab chiqaradigan korxona bo'lish kerak. Sog'liq saqlash rahbarlari ham necha yil ishlagan bo'lsa, yuravergan hammasi. Qonini semirtirib, cho'chqadek semirib yuravergan sog'liq saqlash rahbarlari ham. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Apteka nazoratida ishlaganing bor, boshqang bor, yana bir balo inspeksiyang bor ekan, yana bir narsalaring bor ekan. Men o'zim shaxsan shug'ullanyapman. Viloyat hokimining farmoyishi bilan tekshirish boshlandi. Birorta taklif bermagancha hammang. Shuning mana dori-darmon ishlab chiqarilmagan. 527 ta apteka bor ekan. 527 ta aptekani hammasini litsenziyasi ko'tariladi bitta litsenziya beradigan tashkilot Sog'liq saqlash vazirligi ekan. Sog'liq saqlash vazirligidan litsenziya berish to'xtatildi. Bu qonun bilan to'xtatildi. Litsenziyani viloyat hokimligi ishchi guruhida xulosasi bilan beriladi. Ungacha biz nechta apteka bo'ladigan bo'lsa, mana viloyat kengash deputatlari hammasi ishtirok etyapti, bitta bekorga bo'layotgani yo'q. Nechta dorixona bo'ladigan bo'lsa, hammasini biz bir oy ichida viloyat kengash deputatlari o'rganib chiqadi. Bitta jamoatchilik fikri olinadi, huquq-tartibot idoralarida tegishli materiallar bor. Hammasi o'rganib chiqiladi. O'tiribdi ana sanepidstansiyadagi ahmoqlar. Nima kecha Toshloq tumanida ovqatdan 3 ta odam zaharlandi. Nima kecha zaharlandi 3 ta odam. Mana siz bilmaysiz. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i biladi, viloyat hokimi biladi, siz bilmaysiz. Ha? Oshxonalarga ham shug'ullansin meni hokimiyat. Biz vaqtimiz bormi? Menga qolsa kallangni sapcha deb tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqa kim bo'lasanmi? Hozir bitta bosaman tekshiruvchi idoralarni. Hammang vaqillab chiqasan, bakaga o'xshab, keyin dumingni topolmay qolasan qattaligini. To'ray, Saloqdagi ahmoq. Ben cevap veresemmi? O'zing ham javobgar bo'lib ketmaysanmi ketishingda? Ha? Mendagi ma'lumot bo'yicha o'zing ham javobgar bo'lib ketasan. Mana shu tekshirishlar senga sinov bo'ladi, bilib qo'y. Dori-darmonda 12 ta dorixona bor ekanmish. 100 ta QVPda dorixona bor ekan. Sog'liq saqlash boshqarmasi tizimida 18 ta davolash profilaktika muassasalari ruxsat bergan dori turlari tayyorlash farmatsevtika faoliyati bor ekan. 365 ta xususiy dorixona. Mana hammasi yozilgan bu. Lekin mana dorivor o'simliklarni qayta ishlash, yo bo'lmasam dori-darmonlar ishlab chiqarish. Qo'shtepa tumani, Uchko'prik tumani, Beshariq tumani. 3 ta tumanmi bor yo'qmi? Boshqa tuman, mana Farg'ona shahar, Marg'ilon, Qo'qonda 11 ta xususiy klinika bor ekan. Birortasi dori-darmon ishlab chiqarish bo'yicha taklif ham bermagan. Sog'liq saqlash boshqarmasi bilan sanepidstansiyani topib olgani bitta. Pul so'rab viloyat hokimiga bo'lsa, men viloyat hokimi senga nima ahmoq masalalarga. Viloyat hokimi sendan boshqa ishi yo'qmi? Viloyat hokimining yo'li yo'qmi, suvi yo'qmi, aholisi yo'qmi, ta'limi yo'qmi? Kecha ham dastur kiritgansan 6 million pul so'rab ahmoqlar. Oldin o'zingni qilayotgan ishingni sifatingga baho bersan noinsoflar. Necha soat ishlayapsan, bir kunlik samarang qancha bo'lyapti? Shuning uchun bularni hammasini tekshirish bo'ladi. Endi bugundan boshlab haftada 2 marta telemuloqotlar hammasi aytilgan. Odamlarga to'g'ri salomat, to'g'ri turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha deputatlar, sog'liq saqlash xodimi bo'lsa agar, boshqasi bo'lsa chiqib tushuntiradi. O'lib qolmaysiz. Mana uni yesiz, mana uni ichsiz, go'sht yemasangiz, osh yemasangiz, mush yemasangiz, harom xarij bo'lmasangiz, aroq ichmasangiz, kechasi bo'kib cho'chqadek, hayvondek aroq ichib, sasib, bog' yeb yotmasangiz, kasal bo'lmaysiz deb ochig'ini aytib tushuntirish kerak bo'ladi odamlarga. Kamroq uxlasangiz kasal bo'lmaysiz deb. Sog'liq saqlashda hammasini bugun faollar, rahbarlarni hammasini qo'yib berasizlar mana. Haftada bir martadan chiqish qiladi mana. Toshlog'ini, sog'liq saqlashi ham, boshqasiniki ham boshqasini. Birorta sig'ingiz